Inni ahofulloh robbil alamin. Alloh saqlasin. Men robbil alamin, Allohdan qo'rqaman dedi. Agar hozirgi odamlarga, hozirgi mo'dovlarga milliontasiga shunaqa bir holat to'g'ri kelib qolsa, Alloh saqlasin deya olarmikan? Yo buni fursat, g'animat deb biladimi? Nima qilyapti? Iloji yo'qda, mashg'ul qildida, bo'lmasam pastava qilaman deyaptida. Demikin. Demak, muammo tasavvurda, o'lchov tushunchada. O'sha poraxo'r deylik, mehnatsiz, mashaqqatsiz katta pulni qo'lga kiritadida, shu bilan o'zini juda ham aqlli inson deb biladi. O'zini zakiy deb hisoblaydi. Chunki uni tasavvurida faqatgina aqlli, hushyor odamgina qisqa muddatda katta pul topa oladi deb o'ylaydi. Aslida-chi, haqiqatan aqlli, hushyormi? Yo'q.